Bismillahirrahmanirrahim. Allohning go'zal ismlari va ismi azam kitobidan basmal istionat duosini o'qib bermoqchiman. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga komil odobni o'rgatdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam orqali ta'lim berilgan narsa butun ummatiga ta'lim bo'lib, Alloh elchisining sunnatiga aylandi va Alloh nazdida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sharaflari ziyoda bo'ldi. Ummat qalbida esa u zotga nisbatan muhabbat ziyoda bo'ldi. Bu odob har bir amalni Alloh nomi bilan boshlamoq edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu haqida shunday deganlar: har bir muhim ish Allohning zikri bilan boshlanmasa, u uzilib qoluvchidir. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu aytadilar: Jibril alayhi vasallam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga birinchi olib kelgan narsa shuki, dedilar: ey Muhammad, ayting, hamma narsa biluvchi va eshituvchi zotni yordami bilan ma'lul shaytondan panoh tilayman. Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Ey Muhammad, Allohning zikri bilan o'qing. Allohning zikri bilan turing. Allohning zikri bilan o'tiring. Bo'ldi. Endi Fotiha